bir nima deb bilamiz? Ya'ni bir muammo bor. Buni xuddi nima deb tushunsangiz bo'ladi. Mana boksyorlar qum osib qo'yib uradi-yu, qancha ko'p ursa, shuncha qattiq kelishni boshlaydi yana o'ziga. Qancha kuch bilan ursa, u ketadi va yana qattiq keladi. Borgan sari muammo bilan kurash usuli ham xuddi shunday. Ya'ni qancha qattiq ursangiz uni, u yana kuch topib kelaveradi. Agar siz u qum solingan qopni biroz tinch qo'ysangiz, o'zi u yoqqa bu yoqqa borib to'xtaydi. Ayrim muammolar ham shunday. Gohida tinch qo'yish kerak bo'ladi, gohida kutish kerak bo'ladi. Ayrim narsalarni o'zi yechiladi inshaalloh. Yana bir eng katta xatolarimizdan biri tarbiyamizdan bo'lsa kerak bu ham. Mentalitet deymiz, urf-odat deymiz, boshqa juda ko'p chegaralar